Assalomu alaykum. Bugun Sirdaryodagi yangi obyektimizni tugatdik. Xo'sh, bu obyektimizda teplый pol и radiator ishlari, ikkita sanuzel. Xo'p, bu yerimiz kirishda teplый pol qilindi. Bu yer koridor. Kirganda bu tomon asosiy o'tiradigan xona bo'ladi. Narigi tomon do'kon. Bu yerda spalni, u yoq spalni, bu tomon hammom. Mana bu xona detskiy. Xo'sh, ikkita kontur. Mana bu yarmi bitta kontur, narigi yarmi bitta kontur. Xo'sh, shagi 15 atrofida. Xo'sh, davom etamiz. Uylarga radiator qo'yildi. Sal nimani balandroq qo'ygan ekanlar. Taxminan shunday. Xo'sh, mana bu pol urilgan ekan. Двухтрубный qilish yaxshiroq. Endi pol urilganligi uchun bunday polni teshib pastdan montaj qildik Leningradka sistemasida. Xo'sh, hozir pastni ko'rsataman. Xo'sh, past mana bu tomondan turba kelyapti, tuzuklik bilan izolyatsiya bo'lib, Leningradkada mana shunday montaj qilib ketilaveradi. Shunday Leningradkada polni teshib ketdi. Mana shu ketadi, bir krug aylanadi shu. Xo'sh, pastdan bu tomondan boyagi issiq suv, sovuq suv kelyapti. Bu tomondan issiq suv kelib, mana bu tomondan sovuq suv kelyapti. Birdan nimaga mana bu yer oshxona bo'ladi, bitta kanalizatsiyasini keyin o'tkazadilar. Bu yerdan sovuq suv birdan kiryapti, issiq suv bu tomondan kotelnidan issiq suv keladi. Xo'sh, montaj shunaqa. Xo'sh, taxtani bunday kesib olib, montaj qilsa bo'ladi. Xo'sh. Kirishda mana shunday tipi koridorlar berilgan. Mana bu tomon spalni bo'ladi. Xo'p, kirishda katta rakvina alohida bo'lsin dedilar. Mana bu yerni gipsokardon qiladilar. Shunchaki hozir chiqarib qo'ydik. Tayyorlab. Bu yerda katta rakvina bo'ladi. Katta rakvina. Xo'sh, mana bu yerda qirolti qo'yib ketdik. Bu sushilka bo'ladi. 80 santimetrli. Xo'sh, bu yer tahorat uchun bunday hozircha tuproq bilan to'ldirilgan, bir 60 santimetr atrofida chuqurroq bo'ladi. Mana shu yer tahorat qilib bemalol, mana issiq suv, sovuq suv smesитель uchun tayyor joy. Xo'p, to'g'rida kotelni bo'lyapti. Nari yoqda avtomat stiralni bo'ladi. Mana shu yerdan yopaman deyaptilar, gipsokardon qilib, eshik qo'yadilar, yopadilar. Xo'sh, hozirda 7 ta radiator, qolgan joy teplый pol. Sirkulyatsiya mana bu trexходовой bilan teplый pol ketyapti. Bu tomon xo'sh, nima? Radiatorga ketyapti. Xo'sh, mana sanuzelimiz. Shagi juda ham zich tashlangan. Xo'sh, issiqroq bo'lishi uchun. Xo'sh, bu tomon dush. Bu yerga rakvina kerak emas dedilar. Rakvinani bu yerda qo'ydik. Dush и bu yerda chashagan bo'ladi. Taxman hozircha shunday qo'yib qo'ydik. Chashagan. Gigiyenический dush и chashagan uchun sovuq suv. И mana bu отходlar kanalizatsiya qilayotgan payt отходlardan bunaqa nima qilib qo'ysa bo'ladi. Kesib qo'ysa, hozir siyashga qilsalar, bemalol keyin trap qo'yayotgan payt kafelchiga muammo bo'lmaydi. Bemalol mana buni shunday kesib nima deydi, olib tashlasalar, bemalol kerakli nimada dalbit qilib muammo bo'lmaydi. Teshib turbani mana shunday qo'yib ketsa ham chotki bo'ladi. Xo'sh, chashagan. Xo'sh, kotelnida mana bu yerda suv isitgich, svetli suv isitgich boyagi ariston deyiladi-ku. Shundan qo'yiladi. Bu sovuq suv, issiq suv, keyin bitta atikatel qo'yadilar-yu, buni shlankcha bilan tirs ulab o'zlari keyinchalik qo'yishi mumkin dedilar. Mabodo bu gazga muammo bo'laversa, shuni qo'yaman dedilar, joyini tayyorlab qo'ydim. Xo'sh, kotelni ozgina o'zgarish qildim. Mana bu tomon xo'sh, tashqariga mabodo ko'mir kotyol uchun vixit chiqarib qo'ydik. Keyinchalik qo'yib yuboradilar. Hozircha aniq emas, hozircha kerak emas. Shunchaki zaglushka qilib chiqarib qo'ydim devordan. Narigi tomonda 1 metrdan sal ziyodroq koridor bor ekan. U tomon qo'shni uyi. Shu yerda qo'yishi mumkin agar gazdan muammo bo'lsa dedilar. Xo'sh, kotyol, gaz kelyapti, ventil, filtr, reduktor. Bu tomonda ozgina o'zgarish qildim.
hozircha ko'p bizada 2 oy 3 oy O'zbekiston sharoitida sovuq bo'ladi. Qolgan payt unchalik emas. Mana bu yoz, kuz oylari, bahor oylarida ozgina shu tepli pollar, uylar yengil nimada isitish kerak. Shunaqa vaqtda kotyolni o'zi ichida sirkulyatsiya nasosi bor. Shuni o'zi ishlatish uchun salgina o'zgarish qildim. Ikkita bypass berdim. Mana bu gidrostrelka oldin bilsangiz. Tak, gidrostrelka mana buni ochsak, tak, gidrostrelka variantida ishlaydi. Tak, issiq suv keldi. Mana bu yerdan o'tadi-yu, tak, obratka bilan kotyolga kiradi. Bu gidrostrelka eng ko'p qo'llaniladigan usul. Endi shu ikkita ventil 3 ta 4 ta funksiyani beradi. Juda ham katta plyuslar bor. Endi mana buni yopib, buni yopsak, tak, ikkalasi ham yopiq. Endi kotyoldan podacha keldi, kotyolni o'zi, mana bu radiator tepli polga o'zi ketadi-yu, obratga o'zi qaytib keladi. Faqat kotyolni radiatori ishlaydi. Endi xo'sh, mana bu. Buni ochsak, mana bu ventilni agar ochsak, bu yopiq, bu ochiq bo'lsa, первичный колесо sistemasida ishlaydi. Kotyol berdi issiqni, tak, radiatorga tepli polga issiq ketdi, keyin pastdan tak keladi, tak, первичный колесо sistemasida ishlaydi. Agar ko'mirli kotyol qo'ysalar ham xohlagan sistemalarda ishlasalar bo'ladi. Xohlasalar buni yopadilar, buni ochadilar, gidrostrelkada ishlaydi. Xohlasalar ikkalasini ham yopadilar, to'g'ridan to'g'ri sistemaga yuboradilar. Farqi yo'q. Ikkita nima qo'yish, endi sal kimdir qilgandir, endi shunaqaroq sal o'zgarish qildim. Sodda variantda bu ventil, tak, keyinchalik mabodo nima qilib qolsa, ochib bemalol to'g'irlash uchun bunaqa qo'ydim. Oddiy bundan qo'ysa ham bo'ladi. 2 yil, 3 yildan keyin sal qotib, buzilib qolishi mumkin. Shunga bunaqa ventildan oldim. Xo'sh. Sistema shunaqa. Tak, bu yer bo'ldi. Endi narigi hammomni ko'rsataman. Xo'sh. Mana bu radiator kelyapti. Mana bu xonaga. Tak, narigi radiator ketyapti. Bu xonalar keyinchalik endi 2 yil, 3 yildanmi keyin nima qilsalar, hamda Leningradga aylanyapti. Shunday kesatlar-yu, tars urib qo'yadilar, tamom. 15 talik qovurg'a radiator qo'yiladi. Hozircha shunday aylanib turadi. Xo'sh. Bu uji mana. Tak, bu tomon koridorni ko'rdingiz. Endi bu tomon zo'r variant qilgan. Mana bu o'rta kelganimda devorlar nima yo'q edi. O'zimiz proyektini qilib bo'lib berdik. Narigi tomon alohida xo'jalik bo'lyapti mana. Narigi tomon alohida. Bu tomon alohida mehmonlar keladimi, oilali mehmonlar keladimi, biron do'stlar keladimi, alohida. Endi keyinchalik farzandlarini ham xo'jaligini alohida qilmoqchi bo'lsalar, bemalol shu yerga joy qilsalar bo'ladi. Shunga kirishda katta koridor. Mana bu yerda joy bo'lyapti, xohlasalar bu yerda tak shkaf qo'yib yuborsalar bo'ladi. Bu yerda sushilkaga joy qo'yib ketganmiz. Tak, bu yer tepli pol bo'lyapti. Mana bu yer. Xo'sh, sanuzelchamiz. Kirishda chap qo'lda rakvina. Xo'sh, mana bu yerda unitaz bo'ladi. Endi bu gazoblok terayotgandilar, nima qilmasligi uchun qo'yib qo'ydik. Bu prosta turibdi, o'ptashab kerakli razmerga qo'yadilar, chuqur qilib. Xo'sh, bu chashagan uchun sovuq suv, tak, gigiyenetskiy dush. Xo'sh, issiq suv, sovuq suv kelyapti. Tak, bu yerda dushimiz bo'ladi. Bu yerga ham dushga mana bunday nima qilib qo'yganmiz. Mabodo o'ptashab bemalol kafelchilar maza qilib ishlaydi. Tak, mana kelyapti. Har bir xona alohida tepli poldan nima qilingan. Misol, sanuzel alohida, koridor alohida. U tomon ham shunaqa. Sanuzel alohida, koridor alohida. Qaysi kerak bo'lmasa o'chirib qo'yadilar. Xo'sh, mana shunaqa shagi zich tashlangan. Chipida bir pasda isitadi. Issiqlikni dahshat beradi. Mana bu uje radiator kelyapti. Tak, mana bu xonaga ham mana bu radiatorlar, tak, Leningradga bitta turba kelyapti, mana bu turba, boyagi turba shunday kelyapti, bitta. Ketdi narigi tomonga, o'sha yoqdan qaytib kelib, mana bu yer bilan kotyolga kiradi uje. Mana bitta kelyapti, kotyolga kiradi bu obratga. Keyin harakat qilish kerak. Podacha kotyoldan chiqqanni eng muhim birinchi spalnilar bor-ku, o'shalarga berish kerak. Oxirdagi mehmonxona nimalar oxirida bo'lsa ham bo'ladi. Nimagaki ozgina gradus podacha bilan obratga farq qiladi. Tak, oxirida mehmonxonamiz. Tak, mehmonxona. Xo'sh, mehmonxonaga ham mana
ikkita kichkinaroq radiator qo'yaman dedilar. Shuning uchun shuni aylantirib qo'ydik. Tayyor qilib, razmerga qo'yib, tak, shunday kesib, urib qo'yadilar, tamom. Qolgani tayyor, tekshirib, shunday urib qo'ydik, izolyatsiya qilib. Xo'sh, bu yerda zaxira suv uchun ko'chadan mana ko'chadan kelyapti. Oldin tashqarida edi. Bu tak muammo nima bo'lgan? 1 soat, 2 soat keladi. Tamom, o'zi aniq vaqtda nima qilmaydi. Shuning uchun ikkita, ya'ni 700 litrlik gidroplastdan ikkita 700 litrli oldik. Nimagaki, mana bu eshikdan sal standart razmer sig'ish uchun, bo'lmasa 1 tonnalik olardik. Hozir razmer standart, shunga mos keladigan shu razmerni oldik. 700 litrdan ikkita. Mana bu xo'sh, kelyapti. Tak, shotchikdan o'tib, tak, ventil bu tomonda ham barashga qo'ysangiz yaxshiroq. Buzilib qolsa, ochib boshqasini almashtirsangiz bo'ladi o'zingiz. Tak, keldi. Bitta poplavok qo'yilgan. Poplavok, xo'sh, turetskiy, poplavokcha. Poplavokdan bitta poplavok orqali ikkita bak ham to'ladi. Har bir bakka alohida poplavok qo'yish shart emas. Bittasini to'ldirsa ham, mana bu pastdan bunisi ham bir xil ko'tarilaveradi. Xo'sh, mana hozir ikkalasida ham bir xil suv bor. Xo'sh, ikkita bakdan birdan tak press kontrolga ulanadi. Mana bu havosini chiqarish uchun nima qilib qo'ydim? Bak bilan baland bo'lgani uchun mabodo suv past bo'lib qolsa, ashibga bermaydi-yu. Nima deydi? Suvni nima qilish uchun amerikankani ochib o'tirmaysiz-ku. Amerikankani nima qilib, ho'l qilib, ventilni salgina ochsangiz suv keladi и nima deydi? Ishlab ketadi shu bilan. Mabodo bakda suv bo'lmay, muammo bo'lib qolganda suv bo'lmay havo tortib qolsa, o'sha payt tepasini ochib, hamma joyni suv qilib, ho'l qilib nima qilmaysiz-ku. Shu ventilni shunday ochsa, chiqib nima qilsa bo'ladi. Xo'sh. Mana bu yerni bunday beton qo'yaman deyaptilar. Bu tomondan bir 20 padushka qilganda, mana bu padushka padushka qilgandan keyin tak ideya keyin keladi-ku. Nima, bu yerni podval qilishgan. Endi mana bunday 20 mi nima deydi? Beton qo'yaman deyaptilar. Ana shu atrofiga polni beton qo'yaman deyaptilar. 20. Xo'sh, nimadan kelyapti? Mana bu tak press kontroldan chiqib kelyapti-yu, filtr orqali ketadi uyga. Xohlasalar filtr, xohlasalar tak buni ochsalar, buni yopadilar. Nima? Filtrsiz ham ketaveradi. Bypass bitta qo'yib ketsangiz, pluslari bor. Filtr buzilganda, biron muammo bo'lganda, mabodo srochniga buni yopib, nima filtrsiz ham uyga haydaversa bo'ladi. Tak, mana shu shotchigimiz. Xo'sh, mana ventil bilan, mana ventildan polni kontrol qilsa bo'ladi. Shotchikni yangi qo'ydim, hozir kelib plomba urishi kerak. Mana hozircha 1 tonna kirgani yo'q. 900 litr atrofida. O'sha suv o'chib qoldi menimcha. Mana shunaqa ishlar. Tagiga bakni tagiga ikkilik bitta tekst joyiga bitta penaplex qo'yib ustiga qo'ysangiz yana ham yaxshi. Pluslar bor. Bak mягкий, yaxshigina turadi. Xo'sh. Bu 300 litr atrofida suv bilan bitta mana bu bakka qo'ydim. Hali ko'chadan nariga to'lgan edi-yu, pastdan yopib turib, bitta bu bakni to'ldirdim-u, bu bak orqali press kontrol bilan sistema отопление sistemasini tak bezgaz suv bilan to'ldirdik. Bezgaz suv bilan to'ldirishni tavsiya beraman. Suvlari biroz nima ekan, loyqaroq, nima deydi, tak uncha sifatli emas. Shuning uchun birinchi martaga 200-300 litr olsangiz ham, 300 litr olsangiz ham 300 minglik bo'ladi. Misol, bakalashka suvdan shunaqadan olib qo'ysangiz bemalol shundan to'ldirsangiz ham bo'ladi. Xo'sh, mana bu uyimizda ham tak pol bo'lgani uchun taxta bunday kesib shunday radiatorni qo'yib ketdik. Hozircha ichida yotib turdik. Bu yerni qo'ymayman. Xo'sh. Xo'sh, ishlar shu. Nasib bo'lsa bugun hammasini ishlatib sistemani topshirdik. Katyol ishlab turibdi. 55 gradusda. Xo'sh, mana buni ham yopib qo'ysak, ketdi. Katyolni o'zi sistemaga haydayveradi. Podachamiz tak 45, obrotka ham почти 45. Teplый polni hozircha nima qilganim yo'q. Nima deydi? Stяжка qilgandan keyin to'ldiradilar. Mana bu tak sushilka bo'ldi.
Xo'sh, shunaqa gaplar. Nasib bo'lsa, proyekt bugun Xudo xohlasa bugun topshirib oldik. Asosda endi uyga qarab yo'lga chiqamiz.